yarim kechasi begona nomerdan menga SMS keldi. Salom, yaxshi yetib oldingizmi dedi. Ishi dedi, ana qizchi keldi. Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Desam, zo'r dedi. Qattasiz? Desam, ishxonada dedi. Qayerda ishlaysiz? Desam, lavashxonam bor dedi. Ismingiz nima? Desam, Akmal dedi. Bilsam, men bergan 100 ming so'mga ana iplos kirib lavash olganda, lavashchi bola qizga yozyapman deb menga yozyapti aka. O'sha payt aytkim keldi, aka kechirasiz, men o'g'il bolaman, bu tushunmovchilik degim keldi. Lekin nimaga u birovni singlisiga SMS yozyapti? Ya o sizning singlingiz bo'lishi mumkin aka. Bunaqalarni jazolash kerak dedim. Jazolash kerakmi? Jazolayman dedimda, Akmal aka kunduzi bergan lavashingiz bilan shirin ekan dedim. Dugonam bilan o'tirdik, stipendiyamiz chiqmagan, bo'lmasa yana ikkita lavash zakaz qilardik desam, lakatsa tashayin dedi. Lo'q. Lakatsani bitta otsam, ikkita lavash yonida gul buketlari bilan keldi-da. Kola fantalari bilan keldi-da. Dugonam Bahodir bilan shunaqa yeyapti. Dugonam qattan bo'ldi. Akmal akamdan. Tushuntirib berdim, masaqa. Endi opa ani bola bilan shunaqa gaplashyapmiz. Va qizlarga mazza ekan, yigitingiz bo'lsa boshqacha ekan. Shu darajada yaqin bo'lib ketdi. Yozmasa o'zim yozadigan bo'lib qoldi. Akmal aka yozyapti. Siz nima so'ramabman? Elmira dedim. Nima qilyapsiz deyot. Uyda bir o'zim desam, qana kiyim. Qo'la kelib, o'zingiz yozgan kitobni o'zingiz o'qib berishadi. Lyamka bilan shortida dedim. Keyingisini bildilaringiz-a? Yoningizda o'pmasam nima qilardingiz? İflas dedim.